Aka, hamma narsa qonuniy. Bo'lib ham do'kon o'zimning nomimda. Nima qila olasiz? Pulinglarni kelsak 1-2 yilda qilib beraman. $30,000 Ukaxonim ishlari nima bo'lyapti aka? Ukaxoningizni ishini bitirdik. $30,000 shotiga pul tushirib berdim uka. Keyin yana bir narsa, ukangizga ishonmaganimdan orqasiga odam qo'yganman, bitta ukaxonim qo'yganman. Ashirda hozir ish so'rab borib, u yerga joylashib, birga kontrol qilib yurib tashib ishlab yuribdi aka. Ha, zo'r bo'pti-yu aka. Bir ukaxoningizni chaqiringchi, bir eshitaylikchi o'zini. Ha, telefon qilamiz. Alo. Ali, o'zi kelib ketding uka, iltimos. Hozir keladi. Men 10-siga ochilishimiz kerak. Assalomu alaykum, mumkinmi? Chaqiribsizlar? Assalomu alaykum. Omonmisiz? Assalomu alaykum. Qani o'tiring uka. Uka, men aytayotgan ukamiz shu. Orqasiga joylashtirganmiz, u yerda ish so'rab borgan ukamiz shu yoq. Akalar, u yerda hiyla ishlatyapti. Hamma dokumentlarni soxtalashtirgan. O'zingizlar borsanglar guvoh bo'lasizlar. Pulni berish niyati yo'q. Uka, meni eshitdingiz. Yaxshiyamki shu odam qo'ygan orqasidan bir borib ko'rmaylikmi? Qanaqa harakat ketyapti keyin. Ukaxoningizdan xabar olib qo'yamiz. Undan Ketdik, borib xabar olaylik. Aniga. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Xizmat aka. Men bilan yurish inspektor kelyapti. Ukam, rahmat sizga. Rahmat. Xudo xolisa do'kon o'zimizga qoldi. Endi sizlarni 10-yanvar kuni soat 11:30 ga sizlarni taklif qilamiz. Shu islomskiy tovarlar sizlar uchun muntazir. Kirib bemalol xarid qilishingiz mumkin.